Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Faxrin Gamer YouTube kanali. Do'stlar, bugun sizlar bilan qanday qilib televizordagi kanallarni telefon orqali ko'rishni o'rgataman. Xo'p, do'stlar, videoni boshlashimdan oldin kanalimga obuna bo'lib qo'ying va like bosing do'stlar. Bu videoni ko'proq odam ko'rishi uchun. Xo'p, biz boshladik do'stlar. Birinchi bo'lib bizga Hambi app, ya'ni Beeline O'zbekiston ilovasi kerak bo'ladi. Beeline O'zbekiston ilovasiga kirib olamiz. Xo'p. Birinchi bo'lib siz kirganingizda internetga ulanmagansiz degan so'z chiqadi. Biz internetni yoqib olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Mobil internetni yoqib olishimizga to'g'ri keladi. Xo'p. Bizga shunday oyna ochilgandan keyin biz bu yerdagi, ya'ni servislar bo'limiga kiramiz, pastdagi. Bu yerda har xil futbol, mening avto, budjet, aviabiletlar, Yandex Plus, Davo, bu yerda esa o'yinlar, bu yerda esa telekanallar bo'limi chiqadi. Hammasini ko'rishni bosamiz. Bu yerda siz xohlagan kanallar bor. Xohlasangiz siz masalan Xiaomi telekanali, Xiaomi ustidan bitta bosamiz va tayyor do'stlar. Yaxshilikcha chiq bu yoqqa. Mana ko'rsatyapti. Ram. Xiaomi telekanali. Ram. Bu yerdan chiqib do'stlar boshqa joydan masalan Futbol TV. Do'stlar, bu to'g'ridan to'g'ri joyli efirda xuddi televizoringizga o'xshatib ko'rsatadi. Xo'p, mana Futbol TVga kirib ko'rsatdim do'stlar. Bu afzallik tomoni bunday qilib ko'rsalaringiz ham bo'ladi do'stlar. Xo'p, hozir bizda internet ishlamay qolyapti. Xo'p, mana do'stlar, shuni qilib kirib ko'rsalaringiz bo'ladi. Videoga like bosing.